Xitoy hökuməti atalmış Uyğur Avtonom rayonluq Maarif nazaratining sobiq naziri Sattar Savod bilan Adliya nazaratining sobiq naziri Sherzod Bowdunni bölgünçilik jinoyati bilan ayblab 2 yil kechiktirib ijro qilinadigan o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Xitoyning qonuni bo'yicha bundaq jinoyatchilarning 2 yil ichida ifodasi yaxshi bo'lsa, jazosi yengillab, muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi ma'lum. Atalmış Uyghur Avtonom rayonluq sud mahkamasining e'lon qilishicha, Sherzod Bowdun Sharqiy Turkiston islom harakati bilan aloqa o'rnatgan yerlik diniy asabiy kuchlariga yordam bergan. Sattar Savod milliy bilgunchilik inga paydo qiladigan darslik kitob tuzishga yetakchilik qilgan va bu kitoblar Uyg'urlarni 13 yil zaharlagan deyilgan. Xitoy taratqullarining tashviq qilishicha, bularning har ikkisi o'z huquqidan foydalanib, ideya va harakatda milliy bilgunchilik bilan shug'ullangan xatarlik unsurlar ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı ve Kişilik Hukuk Teşkilatları Xitayning Sharqiy Turkistonda milyonlarcha kishini lagerlarga qamab, ularga qiyin qistoq, dafsandichilik, majburiy emgak va kompartiya tashviqoti ilib borganligini o'tirg'a qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblangandan keyin bu ishga amaldorni qayta ko'tarib chiqib, ularni vatanni parchalashga uringanligi haqidagi iqror qildirib, butun jahonga sazoyi qilish orqali Uyg'ur rayonidagi bostirish siyosatini oqlamoqchi bo'lgan. Yaqında Amerika, Kanada ve Gollandiya Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi. Türkiye İyi Partiyasının reisi Meral Akşener ve Ankara şəhərinin şəhər başlığı Mansur Yavaş'ның 5 aprel ictimai taratqu orqali Barin vaqəsinin 31 yıllıqını xatırlaşı Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasining tahdid silishiga uchirdi. Bu vaqa Turkiyada qattiq g'ulg'ula paydo qilmoqda. 7 aprel günü Meral Akşener xanım Türkiye parlamentida partiyasining yig'inida Xitoy elchixonasiga javob berib mundaq dedi. Xitoy elchiligi men bilan Anqara shahar boshlig'i Mansur Yavaşga tahdid soldi. Xitoyning Turkiyadagi vakili Doğu Perinçekning bizga qarshi qilayotgan so'zlari yetarli bo'lmagan bo'lsa kerak. Xitoy davlati bevosita harakatga o'tdi. Nemishqa desanglar, biz uzundan buyon hukumat bilan uning kichik sherigi Millatchi harakat partiyasini Uyg'ur qarindoshlarimiz uchun harakatga o'tkazishga tirishyapmiz. Chunki Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan insonlik tragediyasi oldida qarab turmadik va buningdan keyin sukut qilib turmaymiz. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price 5 yil ilgari Sharqiy Turkistonda qo'lga ilingan Uyg'ur korxonachisi Akbar Asadning nohaq turmaga solinganligini va uni qo'yib berishni talab qilganligini bayon qildi. Ned Price ijtimoiy taratquv hisobida bayonot e'lon qilib, Akbar Asadning 5 yil ilgari nohaq qo'lga ilinganligini bayon qilib mundaq dedi. O Sharqiy Turkistonda qo'lga ilingan, turmaga tashlangan va g'oyib bo'lgan millionlagan Uyg'ur yoki boshqa osonliq millat a'zolarining biri. Ularning ko'pinchisi yig'ilish lagerlarida tutib turilmoqda. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyatini uni va boshqa nohaq tutib ketilganlarni qo'yib berishga chaqiramiz. Akbar Asad 2016-yili Amerika Tashqi ishlar ministrligi tomonidan uyushtirilgan xalqaro rahbarlik programmasiga qatnashib, Xitoyga qaytgandan keyin g'oyib bo'lgan. Keyin Akbar Asadning qo'lga ilinganligi ma'lum bo'lgan. Akbar Asadning otasi Rayhon Asad 2020-yili 6-oyda o'zi o'qigan Harvard universitetida inisi uchun faoliyat boshlagan edi. Nigeriyaning g'arbiy janubidagi Osun o'lkasida 2 Xitoy fuqarosi qonni ishchisi tutqun qilingan. Davlat taratqullarining xabariga qaraganda, noma'lum kishilar Osun o'lkasining Edikan yesidagi bir oltin koniga hujum qilgan. Hujumda 2 Xitoy qonni ishchisi tutqun qilingan, oltin kondagi 2 amonlik saqlovchi yaralangan. 2 oy ilgari Osun o'lkasida qurolli unsurlarning hujumida 3 Xitoy tutqun qilingan va bir amonlik saqlovchi o'ldirilgan. Nigeriyadagi nurg'un shtatlarda to'lam uchun tutqun qilish jinoyatiga o'lim jazosi ijro qilingan bo'lsa-mu, ammo bu xil voqealarning oldini olib bo'lolmagan. Rossiyada ijtimoiy aloqa tori Twitter'dan keyin TikTok'ga jarimana qo'yilgan. Moskva rayonluq sud mahkamasi Xitoyning ijtimoiy taratquv detali TikTok'ga 2 million 600 ming rubl, ya'ni taxminan 34 ming dollar jarimani qo'ydi. Xitoy shirkatining Rossiya hukumat organlarining talabini nazarga olmaganligi va o'qituvchi Navalniyni qo'llaydigan namoyishga qatnashish chaqirig'i bor yozmalarni o'chirmaganligi o'tirg'a qo'yilgan.